aka mana shu aksiyaga qo'yib qo'ygan lazerni uruvinimiz 260 ming so'mga qo'yib qo'yganmiz mana shu lazerni uruvinimizni. 4 tomonlama uradi, ya'ni 360, 16 liniya yotkazib beradi. Ichida o'zini qarang mana. Ikkita batareykasi bor. Damkrati, magnit noshkasi и magnit doska, 3 talik noshka, pult, ochki, zaryadnik, переходник и katta 3 talik noshkasi ham bor. Polni komplekt 260 ming so'm qilib qo'yganmiz mana shu narsani. Hozir sizga ishlab tekshirib ham ko'rsatib beraman. Pultlari ham ishlaydigan narsa ekan mana. Masalan, yoqdingiz. Pultni o'zida mana o'chirib yoqsiz ham bo'laveradi, bemalol. Urishiga bemalol tekshirib ko'rasiz ham bo'ladi. Oldin bo'lardi 450 ming, 500 ming sotganmizda. Hozir 260 ming so'm qilib qo'yganmiz, aksiyaga qo'yib. Ko'pchilik aytadi, bu arzon tufta. Yo'q, bu ham ish beradi. Masalan, kuniga 30 mingdan arendaga olsangiz, mumkin 300 ming so'm bo'ladi. Ko'pchilik olishyapti-da. Undan ko'ra buni 260 mingga olsangiz, maza qilib ishlatib berasiz. Keyin yana bir xil do'konchilar bor, chiqaryapti, aksiya deyapti, 290 ming deyapti, 300 ming so'm deyapti-da. Oddiy misol. Mana bunaqa lazer nurmin chiqaryapti. Bunda faqat ikkita batareyka, lazer, 3 talik noshka kattasi. Boyagida magnitning doskasi yoki damkrati, ochkisi, pulti bo'lmaydi bularda. Shunday. Biz o'sha ustakalarimizga endi qo'ldan kelgancha qulaylik qilish uchun mana bunaqa full komplekt qilib qo'yganmiz. Instagramga chiqarganmiz, shu Instagramdan klientlar kelib, ko'rib, xarid qilib olyapti. Xudo xolasa siz ham maza qilib ishlatasiz. Ikkala batareykasini ishlatib tekshirib beraman. Mana ko'rishingiz mumkin. Bemalol yo'ldiga borib, yo tepada bo'lsangiz pastga tushib o'tirasiz, pult yoningizda bo'lsa, pultdan o'chirib yoqib, legrafga qo'yaverasiz bemalol. Xudo xolasa uyaltirib qo'ymaydi, kачествоsi yaxshi narsa. Anchadan beri sotyapmiz. Mazza qilib ishlatyapti ustakalarimiz. Polni komplekt qilib yig'ib beraman. Endi videoga olyapti, Instagramga qo'yamiz-da biz ham aka mana shu narsani. Instagramda ishonmaganlar uchun просто realni ko'rsatib qilib beramiz. Mana ko'rishingiz mumkin. Polni komplekt nabor. Yaxshi ekan narxlar. Men 400 ming, 450 ming atrofida olaman deb reja qilib yurgandim. Menga hozir mana shuni 260 ming so'mga qilib qo'yganmiz. Xudo xolasa mana barakasini bersin. Yaxshi kunlarga ishlating. Xizmat qilish chetdan topib kelaveramiz. Videoni lekin Instagramga qo'yamiz, rozi bo'lasiz. Mayli, roziman. Rahmat. Bo'pti aka, men charchadim.